O'zbekistonda yangilik kutilmaganda uyingizga birdamas mehmon kelmagan bir paytda qimmat to'shakchalar, matraslar yerga yozib o'tiringlar mehmonlar deyishlardi davri o'tdi. Chunki bu qimmat narsa. Men sizlarga suvteki narxda stullar topib kelinglar mehmonlar. Mana qaranglar. Oram kurslari bor. Oram kurslarini 1.300.000 so'mdan bosaveradigan xonasi. To'shakchalar bilan birgalikda olsanang bo'ladi. Bir paytlar 3 million sotilgan 2 kishilik kachelarimizni atiga 1.600.000 so'mdan berib yuborilyapti ekan. Bu ham ish narsa emas. Mehmonlar kelib qolgan paytda mana bunday ratan stullarni shunday qo'yib qo'yasiz. Atiga 1 million so'mga 2 kishilik olasiz. 4 kishilikka 1.700.000 so'm, 6 kishiligimiz 2.300.000 so'm, 8 kishiligimiz esa 3.300.000 so'mdan yuqorilashib ketaveradi. Menga tayyor gullarim bor, pastavka izlayapman desangiz, mana bunday pastavkalardan olsangiz bo'ladi. Kelishgan narxda mana bunday detskiy belanchagimiz bor ekan 350.000 so'm. Agar menga yarim tayyor holatda stul kerak desangiz, mana yarim tayyor holatda ham olib, o'zingiz kraska qilib olib turib, sotsangiz bo'laveradi. Ekran pastida nomerlar turib bog'lanaveradi.